أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 24. Sure Nur Medine'de nazil bo'lgan 64 oyat. Nayt şefqatlik, mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Ey Muhammed, bu bir suredir ki, onu biz sana nazil qildik. Onundaki ahkamlarını farz qilib bekitdik. Ey mu'minlar, sizlarning vaz-nasihat elishinglar uchun onunda sizlarni amal qilsin deb shariat ahkomlarini o'z ichiga olgan ro'shan oyatlarni nazil qildik. Zina qiluvchi ayol va zina qiluvchi erning har birini 100 dardan uringlar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon etadigan bo'lsanglar, Allohning dinining ahkomini ijro qilishda ularga rahim qilmanglar. Ularni jazolagan chaqda mu'minlardan bir turkum kishi hozir bo'lsin. Zina qiluvchi er faqat zina qiluvchi ayolni yoki mushrik ayolni oladi. Zina qiluvchi ayol faqat zina qiluvchi erga yoki mushrikka tegadi. U yana zina mu'minlarga harom qilindi. İffetlik ayollarni zina bilan qarlagan, buning rostligiga odil 4 guvohchini keltirmagan kishilarni 80 dara uringlar. Ya'ni birovga zina bilan tuhmat chaplagan har bir odamni qamcha va shuningga o'xshash narsalar bilan 80 ni uringlar. Chunki ular iffetlik ayollarga yolg'ondan tuhmat chaplagan va kishilarning obro'yini to'kkan odamlardir. Ularning guvohligini hargiz qabul qilmanglar. Ular fosiqlardir, ya'ni ular bo'xton chaplashdan iborat cho'ng gunohni ishlaganliklari uchun Allohning itoatidan chiquvchilardir. Keyin tavba qilgan va amallarni tuzatganlar, ya'ni iffetlik ayollarga qayta tuhmat chaplamaganlar buningdan mustasno. Ularni kechiringlar, guvohlikni qabul qilinglar, chunki Alloh mag'firat qiluvchidir, to'limi mehribondir. Xotinlarni zina bilan qarlagan va o'zlaridan boshqa guvohchisi bo'lmaganlar guvohlik so'zining rost ekanligini dalillash uchun Allohning nomi bilan 4 qitim qasam qilsin. 5-qitimda agar yolg'onchi bo'lsam, menga Allohning la'nati bo'lsin desin. Xotin kishi erining yolg'onchi ekanligiga Allohning nomi bilan 4 qitim qasam ichsa, jazoga tortilishdan saqlab qolinadi. 5-qitimda u agar rostchilardan bo'lsa, menga Allohning g'azabi bo'lsin deb qasam qiladi. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, cho'qim rasvo bo'latdinglar. Alloh tavbani bakmi qabul qiluvchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Shubhisizki, sizlardan bir guruh odam Oyshaga bo'xton chapladi. Buni o'zinglar uchun yomon deb gumon qilmanglar. Savr qilganliginglar bilan savobga erishadiganliginglar uchun va Oysha va Saffonlarning pokligi oshkora bo'lganligi uchun balki u sizlar uchun yaxshidir. Bo'xton chaplag'uvchilardan kimning qanchalik gunohi bo'lsa, uningga shunchalik jazo beriladi. Bo'xtonning cho'ng qismini tatgan odam, yana Abdullah ibn Ubay qattiq azobga duchor bo'ladi. Bo'xtonni anglagan chaqlaringlarda har ayol mu'minlar bir-biriga yaxshi gumonda bo'lib, nima uchun bu aniq bo'xton demadi? Ular nimishqa 4 nafar guvohchini keltirmadi? Guvohchilarni keltirmagan ekan, ular Allohning nazarida yolg'onchi hisoblanadi. Sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi, bo'xton chaplaganliginglar uchun albatta cho'ng azobga duchor bo'latdinglar. O'z vaqtida bo'xtonni tilinglar bilan tarqatdinglar. Bilmaydigan narsanglarni eg'izinglarga oldinglar. Uni sal chaqladinglar. Albuki Allohning nazarida u cho'ng gunohdir. Uni anglagan chig'inglarda nimishqa bunday so'zlarni qilish bizga munosib emas. Ey Alloh, sen poktursanki, bu cho'ng bo'xtondir demidinglar? Alloh sizlarga nasihat qiladi-ki, agar mu'min bo'lsanglar, hargiz qayta bunday so'zlarni qilmanglar. Allah sizlarga shariat ahkomlarini va go'zal adab axloqlarni ko'rsatib beradigan oyatlarni bayon qiladi. Alloh bandalariga foydali ishlarni obdan bilguvchidir, tadbir qo'llanishda va shariatini barpo qilishda hikmat bilan ish qiluvchidir. Mu'minlar ustida yomon so'zlarning tarilishini yoqtiradigan odamlar shubhisizki dunyo va oxirat qattiq azobga qoladi. Alloh sirlarni va niyatlarni bilib turadi, sizlar bilmaysizlar. Allohning sizlarga fazli va marhamati bo'lmasa edi, sizlarni qattiq jazolaydi. Alloh shafqatlidir, nihoyat mehribondir. Ey mu'minlar, shaytonning kayniga kirmanglar.
Kimki shaytonning kayniga kiradigan, shayton uni qabih so'z harakatlarga, yomon ishlarga buyuradi. Allohning sizlarga fazli va marhamati bo'lmasa edi, sizlardan hech odam abadiy pok bo'lmas edi. Va lekin Alloh xohlagan bandasini pok qiladi. Alloh sizlarning so'zlaringlarni anglab turg'uchidir, niyatlaringlarni bilib turg'uchidir. Oranglarda ahli karam va davlatman bo'lganlar, xish aqrabolarga, miskinlarga va din yo'lida hijrat qilganlarga bir narsa bermaslikka qasam qilmasin. Ularning gunohini afv qilsin, kechirsin. Allohning sizlarga mag'firat qilishini yoqtirmamsizlar? Alloh nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Yomon ishdan bexabar, iffetlik, mo'min ayollarga qora chaplaydiganlar dunyo va oxiratda cho'qim la'natga uchraydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ularning tillari, qo'llari va putlari ularning qilmishlaridan ularning ziniga guvohlik beradi. Shu kunda Allah ularga to'liq tegishli jazosini beradi. Ular Allohning oshkora haq ekanligini biladi. Yomon ayollar yomon erlarga loyiqdir. Yomon erlar yomon ayollarga loyiqdir. Yaxshi ayollar yaxshi erlarga loyiqdir. Yaxshi erlar yaxshi ayollarga loyiqdir. Ana shular ularning chaplagan bo'xtonlaridan pokdir. Ular mag'firatdan, nozu ne'matlik jannatlardagi esil rizqdan bahramon bo'ladi. Ey mu'minlar, boshqalarning uylariga kirishga ijozat so'ramaguncha va uy egasiga salom bermaguncha kirmanglar. Vaz nasihat elishinglar, ya'ni bu go'zal axloq adabga amal qilishinglar uchun bu ya'ni ijozat so'rash va salom berib kirish, ushtum-tut kirishdan sizlarga yaxshidir. Agar boshqalarning uylarida hech odam bo'lmasa, sizlarga ijozat berilmaguncha kirmanglar. Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Qaytib ketish sizlar uchun eng yaxshidir. Alloh sizlarning qiladigan amallaringlarni bilib turg'uchidir. Shaxsiy turalg'i bo'lmagan, ya'ni do'kon saroylarga o'xshash uylarga hojitinglar tushib kirsanglar, sizlarga hech gunoh yo'qdir. Alloh sizlarning oshkorlig'inglarni, yoshirg'ininglarni bilib turadi. Mu'min erlarga aytganki, nomahramlarga tikilib qaramasin, avratlarini zinodan saqlasin. Munda qilish ular uchun eng yaxshidir. Allah haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardordir. Mu'minlarga aytqinki, nomahramlarga tikilib qaramasin, avratlarini yopsin, tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarni oshkorlamasin. Lechaklari bilan ko'ksilarini yopsin. Tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarni erlardan, otalardan, qiyin otalardan, o'g'illardan, erlarning o'g'illaridan, o'z qarindoshlaridan, qarindoshlarining o'g'illaridan, hemşirlerinin oğullardan, dindaş ayallardan, qo'l ostidagi cho'rlardan, xotinlarga hojati yo'q xizmatchilar, ya'ni qeri, daldush bo'lganligidan jinsiy shahvati yo'qlardan, ayollarning uyatlik joylarini uqmaydigan, ya'ni balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey mu'minlar, baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar. Aranglardagi boytoq ayollarning va yaxshi qul va yaxshi cho'rlaringlarning beshini o'ngshab qo'yinglar. Agar ular yo'qsiz bo'ladigan bo'lsa, ularning yo'qsizligi sizlarning ularning beshini o'nglab qo'yishinglarga to'siq bo'lmasin. Alloh ularni o'z karimi bilan boy qiladi. Allohning karimi kengdir. Alloh bandalarning manfaatini bilguvchidir. O'ylanmaydiganlar, Alloh ularni o'z karimi bilan boy qilguncha o'zlarini iffetli tutsin. Qullaringlardan to'xtam tuzishni tilaydiganlar, ya'ni xo'jasiga muayyan pul mol to'lash sharti bilan o'zining ozod qilinishini tilaydiganlar bilan agar ularning sadoqatini bayqasanglar, to'xtam tuzinglar. Sizlarga Alloh ato qilgan mol-mulkning bir qismini o'zlarini ozod qilishga yordam tariqasida ularga beringlar. Agar sizlarning cho'rlaringlar iffetli bo'lishni xohlasa, bu dunyoning ozg'ini melini deb ularni fohishiga majburlamanglar. Kimki ularni fohishiga majburlaydi ekan, majburlangandan keyin Alloh ularni mag'firat qiluvchidir. Ularga rahim qiluvchidir. Ya'ni fohishiga majburlanganligi uchun Alloh ularni javobgarlikka tortmaydi. Majburlovchilarni qattiq jazolaydi. Ey mu'minlar, biz sizlarga ro'shan oyatlarni, sizlardan ilgari o'tgan ummatlardan misollarni va taqvodorlar uchun vaz nasihatlarni shak shubhasiz nozil qildik. Alloh osmonlarning
va zaminning nuridir. Allohning mu'min bandasining qalbidagi nuri xuddi chiroq qo'yadigan takchiga o'xshaydi. Uningda chiroq bordir. Chiroq shishining ichidadir. Shishi go'yo nurliq yulduzdir. Chiroq muborak zaytun darxining yig'i bilan yo'ritilgan. O yana zaytun darxi sharq tarafdami emas, g'arb tarafdami emas, sahroda ochiqchilikda bo'lib, kun bo'yi uningga kun nuri tushib turadi. Shuning bilan uning mevasi pishib yetilgan bo'ladi. Yig'i eng suzuk bo'ladi. Suzukligidan o't tegmasimi yo'rib ketayli deb qoladi. O't bilan yo'ritilsa, nur ustiga nur qo'shiladi. Allah xohlagan kishini uning nuriga, ya'ni Qur'onga egishishga muvaffaq qiladi. Allah ibrat olsin deb kishilarga misollarni ularning fahmiga yaqinlashtirib bayon qiladi. Allah hamma narsani bilguvchidir. Allohning ulug'lanishi va ismining yod etilishi buyurilgan masjidlarda mu'minlar atdigan oqshomda tasbih etib turadi. Ular shundoq arlarki, so'da siddiq ularni Allohni zikr qilishdan, namoz o'tashdan, zakot berishdan g'aflat qoldirmaydi. Ular dillar va ko'zlar qalaymi-qalashib ketadigan kun, ya'ni qiyomat kundan qo'rqadi. Allohni o'zlarining qilgan yaxshi amallarga mukofot bersin va o'zining fazlidan oshirib bersin deb ular shundoq ibodatlarni qiladi. Alloh xohlagan odamga hisobsiz rizq beradi. Kofirlarning yaxshi amal deb o'ylagan amallari bayovanniki sarobga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb gumon qiladi. Uning yeniga kelsa hech narsa ko'rinmaydi. Ya'ni suv ko'rinmaydi. O Allohning o'z amalining yanida kuzatib turg'uvchi ekanligini bayqaydi. Alloh uning qilmishiga tegishli jazo beradi. Alloh tez hisob olg'uchidir. Yoki ularning yaxshi deb gumon qilgan amallari cho'nqur dengizdagi qorong'ulikqa o'xshaydi. Uni ya'ni dengizni qatma-qat to'lqinlar va to'lqinlarning ustidagi qora bulutlar qoplab turadi. Mana bu qatma-qat qorong'uliklardir. Bu qorong'ulikqa giribtor bo'lg'uchi qo'lini uzatsa barmoqlarini ko'rolmaydi. Allah nur ato qilmasa kim bo'lsin nurni ko'rolmaydi. Ya'ni Allah hidoyat qilmagan odam hargiz hidoyat topmaydi. Allohga osmonlardagi va zamindagilarning va qanotlarini kergan holda uchib ketayotgan qushlarning tasbih aytadiganligini sen bilamsan? Allah har maxluqning duosini va tasbihini biladi. Allah ularning qilgan ishlarini to'liq bilguchidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Xaloyiqning oxir qaytadigan joyi Allohning dargohidir. Ko'rmamsanki, Allah bulutlarni haydaydi. Ondan ularni bir-biriga qo'shadi. Ondan ularni to'playdi, shuning bilan bulutning orasidan yomg'ir yoqqanligini ko'rasan. Allah osmondagi tog'dek bulutlardan mo'ldir yog'diradi. Uni Alloh xohlagan odamga yetkazadi. Ya'ni uning bilan xohlagan odamning ziroati, mevasi va chorvalarga ziyon yetkazadi va uning ziynidan xohlagan odamni saqlaydi. Chaqmoqning yo'riqi qarg'uvchilarni ko'zlaridan ayirib etkili tasqaladi. Allah kechi bilan kunduzni almashtirib turadi. Buningda aql egalari uchun albatta ibrat bor. Allah har bir jondarni suvdan yaratdi. Ularning ba'zisi qo'rsig'i bilan ma'adi, ba'zisi ikki puti bilan ma'adi, ba'zisi 4 puti bilan ma'adi. Allah xohlagan maxluqotlarni yaratadi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Shubhisizki, biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Allah o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Munofiqlar Allohga va payg'ambarga iymon etdik va itoat qildik deyishdi. Ondan ulardan bir jama shuningdan, ya'ni iymonini da'vo qilgandan keyin shariat hukmidan yuz o'raydi. Ular haqiqatda mu'min emas. Ularning orasida payg'ambar hukm chiqarish uchun ular Allohning va payg'ambarning hukmiga chaqirilsa, ulardan bir jama payg'ambarning oldiga hozir bo'lishdan bosh tortadi. Agar haqiqat ularning tarafida bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar alayhissalomning haq hukm chiqaradiganligini biladiganliklari uchun payg'ambarga bo'ysungan holda kelishadi. Ularning dillarida munofiqlik illati bormi yoki Muhammad alayhissalomning payg'ambarligidan gumonlanamdi, yo Allohning va uning payg'ambarining ularga odil bo'lmasligidan qo'rqamdi? Yo'q. Ular Rasulullohning hukmidan bosh tortganliklari uchun zolimdir. Payg'ambar mu'minlarning orasida hukm chiqarish uchun ular Allohga
va uning payg'ambarga chaqirilgan chaqda ular angladik va itoat qildik deyishlari kerak. Mana shunday kishilar maqsadga erishguvchilardir. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilgan, Allohdan qo'rqqan va uningga taqvodorlik qilgan kishilar baxtga erishguvchilardir. Munofiqlar, agar sen ularni jihodga chiqishga amr qilsang, cho'qim chiqadiganligiga Alloh bilan kuchli qasam qiladi. Aytqinki, qasam qilmanglar, qasaminglar yolg'on. Sizlardan talab qilindigini sadoqatlik bilan itoat qilishdir. Alloh sizlarning qilmishinglardan haqiqatan xabardordir. Aytqinki, Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular Allohga itoat qilishdan bosh tortsa, payg'ambarlarning elchilikni yetkazish mas'uliyati bor. Sizlarning itoat qilish mas'uliyatinglar bor. Agar payg'ambarning amriga itoat qilsanglar, hidoyat topsizlar. Payg'ambarning faqat tushunishlik qilib tabliq qilish mas'uliyati bor. Alloh ichinglardagi iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan burun o'tganlarni zaminda hukmron qilgandek, ularni cho'qim hukmron qilishni, ular uchun tanlagan dinni cho'qim mustahkam qilib berishni va ularning qo'rqinchisini amonlikqa aylantirib berishni va'da qildi. Ular menga ibodat qiladi, menga hech narsani sherik keltirmaydi. Shu va'dadan keyin kafir bo'lganlar Allohning itoatidan chiquvchilardir. Allohning rahmatiga erishishinglar uchun namoz o'qinglar, zakot beringlar, payg'ambarga itoat qilinglar. Kafirlarni zaminda Allohning azobidan qochib qutula oladi deb o'ylamagin. Ularning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Ey mu'minlar, sizlarning qullaringlar, cho'rilaringlar va ishchinglardagi balog'atga yetmagan bolalar namoz bomdoddan burun tushda uxlash uchun kiyimlaringlarni solgan chig'inglarda va xuftandan keyin mushundaq 3 vaqtda yininglarga kirsa, sizlardan ijozat so'rasin. Bu 3 vaqt sizlarning avratinglar ochilib qoladigan vaqtdir. Bu 3 vaqtdan boshqa vaqtlarda ular sizlarga kirsa, sizlarga ularga hech gunoh bo'lmaydi. Sizlar bir-biringlar bilan berish kelish qilib tursizlar. Alloh sizlarga oyatlarni, ya'ni shariat ahkomlarini ana shundoq bayon qiladi. Alloh hammani bilguvchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Kichik bolalaringlar balog'atga yetganda, ular ilgirkilar, ya'ni cho'nglar kirishda ijozat so'ragandek, uyga kirishda hamma vaqt ijozat so'rasin. Alloh oyatlarini, dinning ishlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Alloh hammani bilguvchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Yotliq bo'lishni xohlamaydigan yashangan ayollar zinnatlarini oshkorlamagan holda rida, nimchiga o'xshash tashqi kiyimlarini selivassa, erlarning oldida odatdagi kiyimlari bilan yursa, hech gunoh yo'qdir. Tashqi kiyimlarini selib etishdan saqlansa, ular uchun yaxshidir. Alloh hammani anglab turg'uchidir, bilib turg'uchidir. Jihodga chiqanmasa, amaga gunoh yo'qdir, to'kurga gunoh yo'qdir, kasalga gunoh yo'qdir. Ey insonlar, sizlar o'z uyinglarda, otalaringlarning uylarida, onalaringlarning uylarida, qarindoshlaringlarning uylarida, hamshiranglarning uylarida, otanglarning qarindoshlarining uylarida, otanglarning hamshirlarining uylarida, onanglarning qarindoshlarining uylarida, onanglarning hamshirlarining uylarida, sizlar oshqushlarni boshqaradiganlarning uylarida yoki do'stlaringlarning uylarida ijozatsiz biror nima yesanglar, gunoh yo'qdir. Sizlar to'plashib yesanglarmi, yakka yesanglarmi, gunoh yo'qdir. Sizlar uylarga kirgan cheg'onlarda o'zinglarga, ya'ni uydagi kishilarga Alloh belgilagan muborak pok salomni beringlar. Ya'ni assalomu alaykum denglar. Alloh sizlarni tushunsin deb oyatlarini mushundoq bayon qiladi. Allohga va uning payg'ambariga iymon etgan kishilar komil mu'minlardir. Ular musulmonlarga foydali bir ish ustida maslahatlashish uchun payg'ambar bilan jam bo'lgan chaqlarda payg'ambardan ijozat so'ramag'icha ketib qolmaydi. Sendan ijozat so'raydiganlar Allohga va uning payg'ambariga iymon etadigan kishilardir. Ba'zi shaxsiy ish uchun ular sendan ijozat so'rasa, ularning ichidan sen xohlagan odamlarga ijozat bergin. Ularga sen Allohdan mag'firat tilagin. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ey mu'minlar, payg'ambarni sizlar bir-biringlarni chaqirgandek chaqirmanglar. Sizlardan payg'ambarning suhbatidan asta so'g'rilib g'ibida chiqib ketganlarni Alloh albatta biladi. Payg'ambarning amriga xiloflik qiluvchilar
dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan yoki oxiratda qattiq bir azobga duchor bo'lishdan qo'rqsin. Bilinglarki, osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Alloh sizlarning amaliy ahvolinglarni bilib turadi. Bandalar Allohning dargohiga qaytarilgan kunda, ya'ni qiyomat kunida Alloh ularning qilgan ishlarini ularga aytib beradi. Alloh hamma narsani bilguvchidir.